Ramazon paytida qilish yoki qildirish haqida savollar tug'ilmoqda. Shulardan qaysi birlari muolaja paytida ishlatiladigan uslub, beriladigan dorilarni ro'zani ochuvchi hisoblanadi-yu, qaysi birlari ochuvchi hisoblanmaydi? Shular haqida bilmoqchi edik. Bu o'ta muhim savol, xususan Ramazoni sharif uchun kerak bo'ladigan, tezda takrorlanib turadigan savol. Ochig'ini aytishimiz kerak, savollarga aniq, hujjat, dalillik javoblar kam bo'lganidan mo'min musulmonlar, ayniqsa bemor kishilar juda qiynalishmoqda. Ba'zi birlari o'zi olayotgan muolajani ro'zani ochib yuborar ekan degan e'tiqod bilan ro'za tutmay qo'yish darajasiga boryapti. Ba'zi birlari esa bu ochib yuborar ekan, men ro'zani qo'ymayman deb ochmaydigan bo'lsa ham o'sha narsani iste'mol qilmasdan, dorini vaqtida olmasdan o'zining sog'lik salomatligiga zarar yetishiga sabab bo'layotgan holatlar ham bor. Albatta Qur'oni Karim oyatlari nozil bo'lgan, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom hayotda bo'lgan va undan keyingi uzoq davom etgan islom asrlarida kishilar uchun hozirgi shakldagi dori-darmonlarni iste'mol qildirish yoki yuborish, berish ma'nolari bo'lmagan. Shuning uchun eski fiqhiy kitoblarimizda bugungi kundagi uslub bilan davolashlarni, ro'zani ochish, ochmasligi to'g'risida aniq savol yoki javoblari yo'q. Shuning uchun bugungi kunni ko'zga ko'ringan ulamolari, musulmon tabiblari bu masalani alohida ko'rishib chiqqan. Hozirgi kunda Kuvaytda markazi bo'lgan Al-Munazzama al-Islamiyya lil-Ulum at-Tibbiyya degan tashkilot bor. Ya'ni tibbiy ilmlarni islomiy munozzamasi. Bu yerga markaz ochilib, o'sha yerda tibb ilmining islomga tegishlik ahkomlari o'rganib, ya'ni islomiy asosda dori-darmonlar tayyorlanib, kishilarni muolaja qilish holatlari yo'lga qo'yiladi. Ana shu munozzama katta ulamolar ishtirokida, musulmon tabiblar ishtirokida, Allohdan qo'rqadigan ajoyib bir kishilarni jamlab turib, turli masalalarni o'rtaga qo'yib, muhokamalar qilish va fatvolar chiqarish, davolanish yo'llarini bayon qilish bilan ham shug'ullanadi. Ana shunday katta ilmiy majlislardan biri aynan shu ro'zani ochib yuboradigan yoki ochmaydigan davo-darmonlar va ularni ishlatish uslublarining ro'zaga ta'siri haqida bo'lgan. Bu katta majlis Mag'ribiston davlatining Dorul Bayzo nomli shaharida bo'lgan va unda juda katta ko'zga ko'ringan ulamolar oldindan savollarga o'zlarini ilmiy bahslarini, maqolalarini yozib kelishgan. Har bir holatni chuqur o'rgangan, ham faqih ulamolardan, ham tabiblardan va boshqa mutaxassislardan bu narsalarni ipidan ignasigacha, juda nozik joylarigacha o'rganganlaridan keyin to'planib, har bir kishi o'zining yozib tayyorlab kelgan ilmiy bahsini taqdim qilib va uni orqasidan munoqasha, fikr, mulohaza, tortishuvlar bo'lib va oxiri ovozga qo'yib, har bir holatni qandoq ekanligini bayonini qilingan, keyin uni alohida bir kitob qilib chiqarilgan. Bu bahslar katta 700 sahifaga yaqin bir kitob bo'lgan. Ana o'sha kitob chop qilingan. Men bu sanada Kuvaytda bo'lganimda o'sha munozzamani ziyorat qildim, rahbarlari bilan uchrashdim, faoliyati bilan tanishdim va ular menga hadya qilgan kitoblar ichida mazkur ilmiy anjuman to'g'risidagi kitob ham bor edi. Ana shunda biz bahs qilayotgan masalalarga oid ma'lumotlar va majlisning chiqargan qarorlari bor ekan. Mana shu qarorlarni ro'zani ochadigan yoki ochmaydigan holatlar to'g'risidagi bobini
sizlarga so'zma so'z tarjima qilib berishga ijozat etgaysizlar. Uchinchidan deyiladi kitobda, ro'zani ochadigan yoki ochmaydigan narsalar haqida. Alloh azza va jallaning kitobida va payg'ambar alayhisolatu vassalomning sahih sunnatlarida kelishicha ro'zani ochadigan narsalar uchtadir. Ular birinchisi taom yemoq, ikkinchisi ichimlik ichmoq, uchinchisi jinsiy aloqa qilmoq. Har bir tomoqdan o'tgan va ovqat va ichimlik degan ismni o'ziga olgan narsa, demak oz bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham ro'zani ochadigan narsa hisoblanadi. Bu umumiy qoida. Va mana shu qoidaga binoan ilmiy anjumanda ishtirok etgan kishilar quyidagi narsalarni ro'zani ochmaydigan narsalar degan ittifoqqa keldilar. Birinchidan, ko'zga tomiziladigan dori, quloqqa tomiziladigan dori va quloqni yuvadigan dori. Ikkinchi, petrogensilin deb atalmish tabletka, tugmacha dori va shunga o'xshagan ko'krak qisib nafas olish qiyinlashgan paytida tilning ostiga qo'yadigan tugmacha dorilar ham ro'zani ochmaydi. Uchinchidan, davolash paytida ayollarni old tarafidan qo'yiladigan ba'zi bir yuvadigan narsalarmi yoki davo uchun ishlatiladigan narsalarmi yoki o'sha ichkarida kasallarni ko'rish uchun qo'yiladigan mikroskopga o'xshagan bu yoqqa xabar beradigan asboblarmi yoki tabibalarni barmog'imi yoki homilador ayollarni ko'rayotgan doyalarni barmog'imi ro'zani ochadigan narsa hisoblanmaydi. To'rtinchidan, erkak va ayollarni siydik yo'liga kirgizib ko'radigan narsalar yoki ba'zi bir nur yuboradigan narsalar ham ro'zani ochadigan narsalardan hisoblanmaydi. Beshinchi, ro'zador inson tishini kovlatsa yoki oldirsa yoki tishlarini tozalatsa yoki misvoq qilib yoki tish cho'tkasi bilan tishlarini tozalasa, albatta tomog'iga bir narsa o'tib ketmaslik sharti bilan ro'za ochilmaydi. Oltinchi, teri ostiga qilinadigan ukollar, muskullarga qilinadigan ukollar, shu bilan birga bo'g'inlarga qilinadigan ukollar ro'zani ochuvchi hisoblanmaydi. Shuningdek, birovga qon kerak bo'lib qolsa, qon oldirgan odamning ham, qon quyilgan odamning ham ro'zasi buzilmaydi. Shuningdek, nafas qisganda yoki kasal bo'lib biror amaliyot o'tkazish uchun oksigen, ya'ni kislorod gazini berganda yoki odamning hushidan ketkazadigan gazlarni berganda ham o'sha gazlarning tufaylidan ro'za ochilmaydi. Shuningdek, teri orqali jismga shimiladigan narsalar, marhamlar, moylar va teriga yopishtirib qo'yiladigan ichida davosi bor narsalar orqali o'tadigan narsalar ro'zani ochmaydi. Shuningdek, tekshirish uchun olinadigan qon ham qon olganda kishining ro'zasi ochilmaydi. Shuningdek, kishini ba'zi bir a'zolarini ko'rish uchun yoki tekshirish uchun badanni og'izdan yoki u yer bu yerdan kiritadigan narsalar ham ro'zani ochmaydi. Shuningdek, qorinni tekshirish uchun uni ichidagi jarohatlarni
qilish uchun og'izdan kirgizib qoringa yetkazib boradigan ko'radigan narsalar, uchaklar, boshqa narsalar ham ro'zani buzmaydi. Xo'p, shuningdek og'iz yoki boshqa taraflarga aerozol orqali yuboriladigan, sochiladigan narsalar ham yutib yubormaslik sharti bilan ro'zani buzmaydi. Undan keyin jigardan yoki boshqa bir a'zolardan tekshirish uchun, tahlil qilish uchun olinadigan moddalarni olganda ham ro'za ochilmaydi. Yana bir to'p masalalar borki, buning ro'zani ochishi, ochmasligi to'g'risida o'sha ilmiy anjumanda ishtirok etgan odamlar ham ixtilof qildilar, lekin ko'pchiliklar ochmaydi deyishdi, ozchilik kishilar ochadi deyishdi. Shulardan bittasi burunga tomiziladigan tomchilar yoki burunga aerozol orqali dorini sepish va revmatizmga qarshi dori yuborish ma'nolarida ulamolar ixtilof qildilar. Ba'zilari ro'zani ochadi dedilar, ba'zilari ochmaydi dedilar. Shuningdek, ba'zi bir ichkariga kirinadigan, qo'yiladigan tamponga o'xshagan narsalar yoki tabibni barmog'i kabi narsalarda ixtilof qilib ulamolar ba'zilari ko'pchilik ochmaydi dedi, ba'zilari ochadi dedi. Shuningdek, hushidan ketkazib turib jarrohlik amaliyotlari qilish ma'nosida ham ixtilof bo'ldi. Ko'pchilik ochmaydi dedi, ba'zi kishilar ochadi dedilar. Mana shunga o'xshagan demak narsalarni biz yaxshi bilib olishimiz kerak. Xususan bemor kishilar juda yaxshi bilib olib, bunga amal qilishlari kerak. Hozirgi kunda bizda mana shu narsalardan ko'p tarqalgani, nafas qisgan kishilarni tilni ostiga tugmacha dorilarni qo'yishlari yoki aerozol orqali o'zlarini nafasini to'g'rilaydigan bir holatga kelib qolishi va teri ostiga va muskullarga qilinadigan ukollar to'g'risida ko'p savollar bo'ladi. Albatta buni og'zi ochiq paytida qilishni iloji bo'lsa, o'sha vaqtda qilsa hech qanday shak, shubha qolmaydi. Lekin kasal nozik, dorini vaqtida qabul qilmasa, yaxshi bir holat, natija bo'lmaslik xavfi bor. Mana shunda modomiki ulamolar o'rganib, tahlil qilib, oxirigacha yetib bu narsani ro'zani ochmaydi deb ittifoq qilganlaridan keyin ana shu narsaga amal qilib borilaversa nihoyatda yaxshi bo'ladi. Bu ro'zani tutishdan qochishga sabab bo'lmasligi kerak, yengil olishga sabab bo'lmasligi kerak, balki hammasi taqvo asosida aniq bir harakat bilan yuzaga oshishi lozim. Bu nihoyatda muhim, hammamiz bilib unga amal qilishimiz lozim bo'lgan narsalardan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo o'zi tutayotgan ro'zalarimizni qabul qilsin va ro'za paytida va boshqa paytda ham dardga chalinishdan o'zi saqlab, dardli birodarlarimiz, opa-singillarimizga shifoi komil bergan bo'lsin.